Assalomu alaykum hammaga. Bugun Access dasturida amallarni bajarishni o'rganamiz. Men sizlarga ko'paytirish amalini bajarishni o'rgataman. Avvalambor Accessga kirib, fayl menusidan sozdat, ya'ni yangi oyna ochib olamiz. Hosil bo'lgan oynamizda menular sathidan Glavniy o'tib, rejimdan konstruktorga o'tib olamiz. Tablisani nom beramiz. Masalan, ko'paytirish. Okey. Hosil bo'lgan oynamizni to'ldirib chiqamiz. Bu yerda hammasini cheslovoy qilib olamiz, ya'ni raqam kiritamiz. Qatori tekstda faqat matn yozish mumkin. Hosil bo'lgan oynamizni saqlab olamiz. Endi bu jadvalni to'ldirib chiqamiz. Oynani to'ldirib bo'lganimizdan so'ng menular satridan sozdание bo'limini tanlaymiz. Bu yerdan konstruktor zaprosni tanlaymiz. Ishchi oyna hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan ishchi oynada jadvalimizni добавить выбрание tablisani bosib qo'shib olamiz ishchi oynasini. Keyin buni to'ldirib chiqamiz. To'ldirishimga e'tibor bering. Har birini bir boshidan emas, oralaridan to'ldiramiz. Oxirgisiga esa sichqonchaning o'ng tugmasini bosgan holatda